Afsonaviy haqiqatlar. Malika Diananing ijoniy to'y libosi. 1981 yil. Dunyo bo'ylab millionlab odamlar Malika Diananing to'y marosimini tomosha qilmoqda. Ammo u libos tarixga muhrlanadi. Bu libos shunchaki libos emas edi. U afsonaviy moda tarixining bir sahifasiga aylangan. Malika Diana uchun libosni Elizabet va David Emanuel ismli dizaynerlar tikkan. Libosda 10 mingta marvarid, antiqa dantellar va siz to'g'ri eshitdingiz, 7 metrlik shleyf bor edi. Bu Britaniya qirollik to'ylaridagi eng uzun shleyf hisoblanadi. Ammo eng sirli fakt shundaki, dizaynerlar har ehtimolga qarshi ikkinchi sirli libosni ham tikishgan. Nega? Chunki ular asl libosga biror narsa bo'lib qolishidan xavotirda bo'lishgan. Qiziq tomoni, bu zaxira libos hech qachon ommaga ko'rsatilmagan. Hali ham u qayerda ekani noma'lum. Diananing libosida inglizlarning qadimiy an'anasi ham yashiringan edi. Eski narsa, yangi narsa, qarzga olingan narsa va moviy narsa. Eski narsa Diana libosida ishlatilgan antik dantel edi. Yangi narsa libosning o'zi. Sevgi va yangi hayot ramzi sifatida. Qarzga olingan narsa qirolicha Elizabet II-dan olingan brilliant toj. Moviy narsa libosning ichki tomoniga tikilgan yashirin moviy lenta edi. Bu an'ana kelinning baxtli bo'lishiga ishonilgan belgidir. Diana bu an'anani eng nafis va sirli tarzda bajargan. Malika Diananing yana qaysi uslubi sizga ilhom beradi? Izohlarda yozib qoldiring va keyingi afsonaviy haqiqatlar uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.